Yana bir bora assalomu alaykum hammalarga, yangi qo'shilganlarga. Bugungi darsimiz men qanday onaman. Albatta har bir ona qiziqadi o'zini qanaqa onaligini bilishga. Iroda siz ham ayting. 3 farzandim bor. 3 ta farzand. 9 yosh, kichkinam 4 yosh. Katta farzandimni ko'proq kayfiyati tez уже 11 yosh ham manaqa yana ko'proq tushkun kayfiyatga tushib qoladigan bo'lib qolgan ozgina tez xafa bo'lib qoladi. Shular. Ikkinchim Qaysar bor ekan. Kichkinam Tushunarli. Savollarga kelsak. Xo'p, mobil tochkani o'chirib qo'yaman, xo'p. Xo'p, savollar. Nodiraxon, chat qaysi tarafdan qayerdan yozishim kerak? Siz aytsangiz ham bo'ladi. Siz aytavering bemalol. Chat degan joyi o'zi mana bu подробный degan joyda chat degan narsa chiqadi. Подробный. Отключить звук, безопасность, chat degan joy chiqadi. Tushunarli? Bo'ldi, tushundim, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, savollarga kelsak. Assalomu alaykum. Ismim Gulchehra, Namangandanman. 2 nafar qizim bor. Menda to'g'risi hech qanday hech ham o'ylab ko'rmaganman bolalarim va o'zim haqimda. Assalomu alaykum. Manzura G'ofurovaman. 2 ta qizim, 1 ta o'g'lim bor. Katta qizimda maktabda o'rtoqlari bilan muammolar bo'lmoqda. O'rtog'im yo'q deb xafa bo'ladi. Yana qizlarim o'zaro hadeb talashaveradi. Tushunarli. Hozir o'ylab ko'ringlar deganingizga o'ylanib qoldim. Avvallari o'ylagan emasman. Xo'p, Gulchehra opa. Ko'proq katta farzandim bilan konflikt bo'ladi. Uni oddiy kamchilikdan ham jig'iberon bo'lib ketaman. Urishib tashlagim kelaveradi. Xo'p. Xosiyat opa, orzuyim ideal ona bo'lish. Bolalarim mendan faxrlanishi, shuni o'ylayman xolos. Zilola 4 ta farzandim bor, 3 tasi qiz, 1 ta o'g'il. Katta qizimda maktabda qiz o'rtoqlari bilan muammolari bor. Tushunarli. Xo'p, hali dars davomida anglab yetasizlar, bemalol. Men ham savol bersam bo'ladimi? Albatta. Savolim, qizim, 2 ta qizim borda, biri 9 yosh, ikkinchisi 1,5 yosh hali. Ana bu kechasi yotishda ko'p muammo qiladi-da kattasi. O'zi yo'kisi kelmaydi, xarxasha qiladi. Tushuntiraman, yaxshi gap bilan nima qilaman ham bilmadim. Qanday nima deb tushuntirishni ham bilmayapman-da hozir sizga. Shunga qanaqa ko'p unaqa injiqlik qiladi-da kattasi. Keyin sal dangasaroq, biroq pastda yurishmay bir nima bo'lsa, shu yig'lab yurmayman deb shu bir ish bersam, umuman qilgisi kelmaydi-da. Shunga qanaqa maslahatlar berasiz? Mayli, aniq dars davomida urg'u beraman, o'zingiz anglab tushunib yetasiz. Xo'p, hammanglar ham savolinglarga. Yana bitta sizdan oldingi inson savoli, men ideal ona bo'lmoqchiman. Farzandlarim faxrlanadigan. Buni iloji yo'q hozirda. Buni umuman iloji yo'q. Sababi bu o'zi noto'g'ri tushunchada. Ideal bola, ideal ona, ideal ayol degan narsalar umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa, chunki hayotda Alloh bergan xilma-xillikni bergan. Agar Allohim bir xillikni yaxshi ko'rganda bitta rang bo'lardi, yo oq bo'lardi, yo qora bo'lardi, yoki nur bo'lardi, yoki soya bo'lardi. Bir xillik bo'lganda bitta rang bo'lardi. Tasavvur, biz million xilmiz yoki milliard xilmiz. Hech qaysimiz hatto barmoq izimiz to'g'ri kelmaydi-ku bizga. Biz ideallik deganda nimani tushunamiz o'zi? Farzandlarim faxrlanishi deganda nima tushunamiz? Shuning uchun ular faxrlanmasin. Siz o'zingizdan faxrlaning bo'ldi. Ular avtomatik o'sha narsaga ulanadi.
siz o'zingizni har qanaqa yomon holatda ham qabul qiling. Hamma siz yomon deganda ham siz o'zingizni yaxshi ko'rib qoling, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Lekin men shunaqa fikr, men faxrlanishim kerak. Masalan, bolalarga ham shunaqa shart qo'yamiz-ku, men faxrlanadigan bola bo'lgan. Hozir bo'lib bergan. Men faxrlanadigan, el yurtda oldida yuzimni yorug' qiladigan, faxrlanib yuradigan bola bo'lib bergan deyish, bu degani, "Sen meni kuchugimsan" deb, hozir likkillab bergan, o'ynab bergan deyotgan bo'lasizda. Shuning uchun shunaqa tushunchalardan ozgina uzoqlashamiz. Qanaqa bo'lsangiz, shuni bilib qo'yingki, bola tug'ilishdan oldin shunaqa endi bizga tushuntirilgan, как ekran bo'lar ekanda, bola urug' hali ruh tayyorlanyapti tug'ilishga. Har xil rasmlar o'tirar ekanda. Bola shu onani tanlar ekan. Onani tanlar ekan. Avtomatik ravishda ona ham bolani tanlar ekan. Подсознательно ong ostida tanlar ekanda. Va sizni bolangiz sog'lom tug'iladimi, nosog'lom tug'iladimi, chiroylimi, xunukmi, qorami, oqmi, yoki bir talantlimi, talantsizmi, landavurmi, lapashimi, yo shustrimi, sportsmenmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar tanlanadi, faqat tanlanadi. Shuning uchun qaysi oilada tug'ilish bizga aytilgan tanlanmaydi. Endi Xudo bergani deyiladi, lekin aslida nogiron bolani siz tarbiyalashingiz kerak bo'lsa, albatta siz tarbiyalanishingiz uchun shunaqa bola zakaznoy bo'lar ekan, как. Shuning uchun nimaga menga bunaqa taqdir berildi? Nimaga menga bunaqa farzand berildi? Nimaga hammani bolasi yuryapti? Nimaga hammani bolasi o'qiyapti? Nimaga hammani bolasi epchil? Nimaga meniki xunu degan gaplarni olib tashlaylar. Chunki farzand ham, ona ham xuddi shu. Aynan hozir sizda bormi, qizmi, o'g'ilmi yoki faqat qiz bo'lsa ham o'shani o'zingiz tanlaysiz. Yo faqat sizda shunday o'g'il bolalar bo'lsa, faqat shu o'g'il bolalar orqali siz hayotda o'sish, rivojlanishni tanlayotgan bo'lasiz. Shuning uchun bugungi dars umuman sizlarning nazaringlarni balki o'zgartirib tashlaydigan, hayotga, farzandlarga qarashni o'zgartirib 100% ularga bo'lgan sevgi, muhabbatni uyg'otadigan dars bo'lsa, men ham siz ham maqsadimizga yetgan bo'lamiz inshaalloh. Demak, farzand hamma bizning o'zi muammolarimiz, mana hozir masalan qaysarlik, yoki giperaktivlik, yoki mana aytibsizlar do'stlar bilan urushib qolish, hamma muammolar sababi bizning bolaligimizga borib taqaladi. O'zimizni bolaligimizga borib taqaladi. Men gapirayotganda savol bermay turinglar, men aytaman o'zi, savol beringlar degan paytimda oxirigacha kutinglar. 3 soat bo'ladi bu darsimiz. Oxirigacha iltimos kutinglar. Meni chalg'itursanglar, o'zingizlarning vaqtinglarni o'zingizlar unaqa qilasizlar. Shuning uchun oxirigacha eshitinglar. Savollaringizga javob bo'lmadimi, keyin berasizlar, xo'p? Aytaman o'zim. Hozir meditatsiyalar qilamiz, har xil o'yinlar qilamiz. O'sha orqali ham o'zingizlarni ancha bilib olasizlar. Xo'p. Demak, bolaga nimaga masalan tug'ilmasdan oldin har bitta ona o'ziga va'da beradi. Men unaqa ona bo'laman, men bunaqa ona bo'laman, bolamni yaxshi ko'raman, mehr beraman, energiya beraman ularga, sevgi beraman deydi-da, lekin tug'ilgandan keyin bu energiya, bu kayfiyat 2 oyga ham yetmaydi-da. Yoki kimlardadir 1 oy, yoki kimlardadir 1 kun ham hattoki. Shu farzandini shu qo'liga olayotganini, sog'lom tug'ilganini orzu qiladi-da, lekin 1-2 oy o'tmasdan уже asabiylashish, bolani ovozi yoqmaslik, bolaga jahl qilish, chaqaloq bo'lsa ham-da boshlanadi. Nimaga? Nimaga boshlanadi? Sababi hamma javob bizning ichimizdagi bolaligimizdagi problemalarga borib taqaladi. Kimni yoshligida problema katta bo'lgan bo'lsa, ota-onasi bilan yoki jamiyat tomonidan, maktab tomonidan o'shani boladan o'ch olishni boshlar ekan. Ona ong ostida nima uchun urayotganini ham hatto bilmaydigan onalar bor-da. Shunaqa menga ayollar keladi,
ularning gapini eshitib qo'rqib ketasizda. Masalan, yaqinda bitta ona keldi, aytayapti, bolalarimga mehr bera olmayman deyapti. Ha, nimaga? Mani onam qilgan ishlarni men qilmayman, men undan birini qilmayman, lekin ularga mehr bera olmayman deyapti-da. Onasi shunaqa ishlar qilar ekanki, endi masalan ko'chalarda tashab ketar ekanda, ataylab adashtirib, o'zi borar ekanda uyga. Topib borar ekanda. Shunaqa moralli, ha, keldingmi deb hech narsa bo'lmaganday kutib olardi dedi. Yoki odamlar ko'p joyda ataylab bekinib olib, moralli qanaqadir ezurardi deydi. Men bu orqali risa irodali bo'ldim deydi-da. Ana gibki bo'ldim deydi. Yo'limni tez topib ketadigan bo'ldim, shustrik bo'ldim, institutga kirdim, o'qidim deydi. Lekin ana og'riq ketmaydi. Nimaga shunaqa ish qilgansiz? Hozir tan olmaydilar deydi bu qilgan ishlarni. Nimaga shunaqa qilgansiz? Rosa qiynurardingiz. Bolalarning ichida ham yakkalab, nima men o'gaymidim, nimaga shunaqa qilaverardingiz desa, men uni qilmaganman. Yo'q, prosta o'yin bo'lgan deb shunaqa qabul qiladi deydi. Lekin men kechasi bilan yig'lab chiqardim. Nimaga men? Yana bundaqa ham qilar ekan. Ujus kinolar bo'lar ekanda, kaseta. Kel o'tir menga deb ko'rsatar ekanda. Men yig'lab o'tirardim, oyim qara boshini kesyapti deb nagli etib o'tirardi deydi. Men uchun azob edi va men kechasi bilan uxlamasdim shu kinolarni ko'rib dedi. Shunaqa onalar ham uchraydi. Balki sizlarga ham bu holatlar tanishdir, balki bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Shu uchun onalar xuddi shu ona sizga kerak bo'lgan degan tushunchani o'sha insonga singdirishim uchun 10 ta konsultatsiya kerak bo'ldi-da. Voy 10 ta konsultatsiyagacha yomonlurdi-da onalarim menga. Siz o'zingiz tanlagan shunaqa ona nimagadir sizga ham, sizning ruhingizga ham, sizning darsingizga ham mana shunaqa ona kerak bo'lgan deyishim uchun juda qiynaldik biz. Chunki og'riqlari, yamalari har xil edi va hozir hammamizni og'rig'imiz har xil. O'zimizni onamizdan olgan mehrimizga borib taqaladi. Xo'p, agar sizda hozir pul bo'lmasa, o'sish bo'lmasa, hayotda bir o'zinglarni ko'rsatish bo'lmasa, ko'rsata olmayotgan pulga muhtojlik ko'proq bo'lsa, demak sizlarni ota bilan bog'liq muammolar ko'p degan. Agar siz hayotda eringiz bilan, farzandlaringiz bilan, qaynanangiz bilan munosabatlaringiz yomon holatda bo'lsa, munosabatlar, hissiyot, darajada hatto intim munosabatlari ham sizda yomon bo'lsa, hamma bu anaqalar onaga borib taqaladi. Demak, onangiz bilan bog'liq munosabatlar yo sizda juda kam bo'lgan, onangiz bilan vaqtni juda ham kam o'tkazgansiz. Onangiz onangiz zo'r bo'lgan, hammaning onasi zo'r, lekin siz bilan o'tkazadigan vaqti juda ham kam bo'lgan. Men shunaqa onani bilaman. Men juda ham yaqin tanishim. 3 ta o'g'li bor, 3 ta farzandi bor, lekin menga aytaveradi, masalan, mendaqa deydi menga. Sen bolalaringga e'tibor bermaysan, ko'proq ishda bo'lasan, bularga unaqa e'tibor kerak deydi. Men aytaman, agar men uyda o'tirsam, bilasam nima bo'ladi deydi. Qaytanga ularga ko'proq ozor yetkazaman deyman-da. Qachonki men baxtli bo'lsam, qachonki men nafas olsam, ular ham nafas olishini anglab yetganman dedi. Uydachi men mendaqaman-da, bitta yig'ishtirib qo'yamanmi, ularga kun bermayman deb. Tema, men bitta yig'ishtirdim. Endi yig'ishtirib chiqdim, temanglar deb ularga kun bermayman, nafas olishga bermayman ularga, erkin o'ynashga bermayman. Asan dedim. Kruglosutочный bolalaring bilansan, lekin bolalaringga erkinlik bermayapsan. Tinimsiz tanqid qilyapsan, kritika qilyapsan. Baxtsizsan-da, shu baxtsizligingda bolalaringni ayblab o'tiribsan. Bilmadim dedim. Qanaqa bo'ladi dedim. O'zing taroziga qo'yib ko'r. Bolalar bilan-chi birga bo'lish degani ham ruhi ham birga bo'lish deganda, bu tan emas, ruhi ham birga bo'lishda. Bolaga e'tibor, bolaga mehr bu prosta qarab o'tirish, vaqtida ovqatini berish, aylantirib kelish emas. Bolaga e'tibor, bu shunaqa bolani ichingizdan yaxshi ko'rishingiz, yozib olinglar.
bolani yaxshi ko'rish bu ichingizdan yaxshi ko'rish. Xuddi chaqaloq paytida tug'ilganda yig'lagalaringiz keladi-ku, o'sha hissiyotni bir umr u chol u qarib ketgungacha shu hissiyotda qolish, har doim unga bola ko'zida qarash. Va shartlilikni umuman bo'lmasligi. Shartlilikni umuman bo'lmasligi. Boladan hech qachon hech narsa umid qilmaslik. Mana 3 ta pravila bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Birinchi holat bu sevgi holati deyiladi. Birinchi holat bu sevgi holati. Mana ko'zlaringizdan yoshlar chiqib ketgan-ku, birinchi kim dunyoga keltirgan bo'lsa farzandini biladi. Masalan, menda shunaqa holat bo'lgan. Qizimni tuqqanimda endi anglab yetgan ekanman-da, ko'proq farzandli bo'lganimda yig'laganman-da, qizimni quchoqlab, achomlab, "Voy, nujel menga Xudo qiz berdi, nahotki" deb shunaqa xursand bo'lgan ekanman-da. O'g'limni uncha anglab yetmaganman-da, chunki yosh bo'lganman, o'zi onalikka tayyor emasligimni bilganman. Lekin qiz bolani kutganman-da men. Va shu hozir ham shu vzgledda qaraveraman-da qizimga, "Voy, qanaqa xursand bo'lganman san tug'ilganda." Unga hozirgacha Nini deb ot qo'yardim. Chaqaloqligida ham Nini deb yurardim-da, shunchalik yaxshi ko'rganimda. Shu vzgledda u o'lgunicha shu qolish kerak demoqchiman-da. Siz aytmaysiz-ku chaqaloq tug'ilib, nega iching kelmayapti? Davay, sirrazi iching kelsin demaysiz-ku. Lekin 1 yosh bo'lmasdan nima deysiz? Nega gapirmayapsan? Nimaga emalashni bilmayapsan? Chuti sen o'tirmayapsan degan shartlarni qo'yishni boshlaysiz-da. Bola ham 4 yoshdan уже shartlilikka kiradi-da. Sizni shartliliklar sizni aurangizga kiradi-da. Sizni baxtsiz, qaysidir ma'noda zerikarli, ma'nosiz hayotingizga kiradi-da. Uni ham kirgizib tashlaysiz-da. Bola nima uchun bu dunyoga kelgani, nima uchun yashayotgani, o'zi hayotga nima maqsadini unutib qo'yar ekan. Lekin bola 1 yoshgacha yo 2 yoshgacha aqlini taniguncha u bilar ekan nima uchun bu dunyoga kelayotganini. Masalan, u zo'r samolyotni boshqaruvchisi, pilot bo'lishi mumkin, sartarosh bo'lishi mumkin, zo'r o'qituvchi bo'lishi mumkin. Yo'q, biz nima deymiz? Yo'q, bizga doktorlar kerak. Stomatologlar hozir yaxshi pul topyapti. O'g'lim yaxshi biologiya o'qi yoshligidan deb biz uni miyasini zaharlashni boshlayveramiz-da. Shuning uchun hayotimizga e'tibor bering. Qaysi kasbga borsangiz, no'noq, tushunmaydi, sizchalik bilmaydigan sohasini odamlar bor-da. Masalan, oddiy bankka bitta ish bilan boring, bank sohasiga. Tushunmaydi, masalan, perevod yoki bir narsalarni tushunmaydi-da. Men ko'proq anaqa yo'lim tushib borganim uchun aytayapman. Yoki boshqa sohalarni ham gapirmasa ham bo'ladi. Stomatologga borib, saru kasal bilan chiqib kelishingiz ham hech gap emas. Ularning no'noqligi uchun-da. Shuning uchun farzandingizni majburlavermang. Bizning davlatga uyg'ongan, onga uyg'oq, juda ham dunyoqarashi keng, odamlarga foydasi ko'proq tegadigan bolalar kerak-da. Biza ishidan недовольны. Shu ishidagi недовольный kayfiyatni oilasiga olib boradigan, oilasida ham ertalabdan kayfiyati yomon qilib chiqib ketadigan bolalarni tarbiyalab qo'yganmizda. Va siz ham hozir agar turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lmasa, hech qachon aybni kimlardandir qidirmang, bolaligidagi tajribasidan qidiring. Demak, unda tajriba juda ham unaqa bo'lganki, og'riqli bo'lganki, siz bilan shunaqa konfliktga yoki nizoga ko'p boradi turmush o'rtog'ingiz. Hozir qizim bilan kelyapman-da. Bundaqa deyapti-da. Qo'g'irchog'i bor-da. "Ne shu qo'g'irchog'ingni o'ynamaysan?" desam, "O'ynasam, oyoqlar chiqib ketishi mumkin, sochlar to'zib ketadi." Xo'p, nima bo'pti to'zib ketsa boshqa olamiz? Yo'q, olib bermasligingiz mumkin. Chunki buni ehtiyot qilish kerak. Yeb yengidek turibdi-da o'yinchog'i.
voy ishlatishing uchun berganman, maza qilib o'ynasa. Yo'q, adam etgan, o'sha zambirovit qilib bo'lganmiz deb bolani. Sanga bitta o'yinchoq anaqa kelmaydi. Sen 2 soatda buzasan, dabdalasini chiqarasan, boshqa olib bermayman. Shunaqa deb biza bolani nima qilib qo'ydik? Maza qilib o'yna olmaydigan qilib qo'ydik. Xuddi bu o'xshaydi. Anaqa bitta kiyim olsangizda, kiyaman degan paytingizda kichkina bo'lib qoladi. Unda yoshingiz o'tib qolgan paytlarni eslang yoki bitta zakolka olaman deysiz, olgansizda bekitib qo'ygansiz. Bir ana kunlarni taqaman debdi. Lekin qarasangiz 3-4 yildan keyin topib oldingiz. Xuddi shunaqaga o'xshaydi. Bizning bolalarimizga sevgimiz ham xuddi shunaqa narsa-da. Biz 1 yoshgacha beramizda, keyin xuddi kamayib qoladigan deb saqlab qo'yamiz. Уже bo'ldi. 1 yoshgacha berdi. Endi bu yog'iga agar shunaqa yana munosabatda bo'lsak, kamayib qoladi. Va bolalar nima erkalanib ketadi, o'zidan ketib qoladi degan kimdir bizga shunaqa falsafani qo'yishganda. Shu anaqa yo'q falsafani qo'yishganda. Mana ota-onangizni ham eslang. Faqat qachon sovg'a olgansiz? Bayram kunlarimi? Yo, bayram kunlari ham olmaganmisiz? Bayram kunlari. Olgansiz, ha. Yoki masalan men to'g'risi eslayman, men sovg'a uncha kam olganman yoshligimda. Lekin ota-ona faqat men tug'ilgan kunimda yoki qaysidir bayramlarda quchoqlaganini eslayman-da. Biror bitta quchoqlashi uchun ular sabab bo'lish kerak edi-da. Men 5 olib kelsam quchoqlash mumkin edi, u ham so'rab. Yoki men uylarni sipirib, hamma yoqlarni top-toza qilib qo'ysam, keyin quchoqlashlari mumkin edi. Lekin bu bolani o'ldiradi-da. Siz kimni tarbiyalaysiz? Tayyor qullarni tarbiyalab qo'yayotganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Sen uylarni yig'ishtirib qo'ysang, narsa olib beraman. Va u qiz bola bo'lsa, eng yomon narsa ish qilaveradi-da. Nima uchun? Qaynonasiga yoqish uchun qilaveradi-da. Qul hech kimga kerak emas bilib qo'yinglar. Yozib olishingiz ham mumkin. Qulli hech kimga keragi yo'q. Xuddi bu manaqa narsaga o'xshaydi-da. Uyingizda kimdir yursa-da, menda shunaqa bo'lganda, bitta qiz kelganda, o'zini fikri yo'q qiz kelganda uyimizga. U qilaymi Nodira opa? Bu qilaymi so'ruryapti-da. Voy xudo, vashqa qilmay qo'yqodigilarim kelib ketganda, shunaqa endi shu qizni shu agressiyani zug'umimni o'tkazgim kelyapti, ichimdan mana shunaqa kelyapti-da. U hadeb so'raverishi, hadeb o'zini fikri yo'qligidan-da. Biz xuddi o'shanaqa farzandlarni ulg'aytirib qo'yganmiz-da. Tushunyapsizmi? Anaqa o'zini fikri yo'q. Shundoq qarab turgan odamni nima qiladi odam? O'sha ezgisi keladi-da, tushunyapsizmi? O'zing bilib qilaver degin kelib ketadi-da, tushunyapsizmi? Shuning uchun farzandni hech qachon qilgan ishi uchun mukofotlab quchoqlamang. Prosta tak quchoqlang. U nima uchun? Biror bir ish qilgani uchun quchoqlanishi kerak. Nima uchun siz uni quchoqlab yaxshi ko'rishingiz uchun 82 ta punkt bo'lishi kerak. Shu sizni anaqangizga javob beradigan, normalaringizga javob beradigan anaqangiz bo'lish kerak. Nima uchun? Prosta tak, masalan, chaqalonni hech qachon bunaqa munosabatda bo'lmaysiz-ku 1 yoshgacha. U siyib qo'ysa ham yaxshi ko'rasiz. Ichi kelmasa ham yaxshi ko'rasiz. Yig'lasa ham yaxshi ko'rasiz. Uxlaganda ham yaxshi ko'rasiz. Hamma unaqasi qoladi-ku. Nimaga yoshi o'tgandan keyin shirini ketadi deb o'ylaysizmi? Masalan, menda ham shunaqa holat bo'ldi. Cho'ta qizim o'smayapti deb, bo'yi o'smayapti deb. Nimaga buni bo'yi o'smayapti? Tengqurlariga qaraganda bo'yi past deb o'zimga savol berdim, endi psixolog sifatida. Keyin anglab yetdim. Men o'stirmayapman ekanda. Meni o'ng ostimda bunaqa fikr bor-da. Bu katta bo'lib ketsa, anaqa shirinligi kamayaveradi-da, ana o'sha yo'qotib qo'yadi degan o'y fikr xayolda, qaranglar. Katta bo'lgan sari uncha quchoqlamaysiz-ku bolangizni. O'sha anaqasida qosin deydiman-da. Ichimdan xohlayman. Shu shirin holatida qosin deydiman-da. Keyin o'zim bilan o'zim ishladim-da. Menda ham shunaqa holat bo'lgan ekanda. Men ham 6 yoshgacha do'mbo semiz bo'lgan ekanman-da. 1-sinfdan keyin to'zib ketganimdan keyin men sezganman. Ayniqsa sochimni oldirib tashlashgandan keyin umuman menga e'tibor, mehr va shu 100% kamayib ketgan, tasavvur qilinglar. 4-sinf qizni sochini oldirishi.
hozir qizimni sochimni o'stiraman, harakat qilaman umuman kalga olmaslikka. Oyim butun oilam urishadi men. Nimaga olmaysan? Qiz bolaning sochi sanikiga o'xshab siyrak, men moralni ezilganman. Shuni his qilganmisiz deb oyimga aytsam, yo'q, hamma oldirgan-ku paytda dedi. Yo'q, men ezilganman lekin. O'qituvchim meni bundoq qaraganda, sochimni oldirdim, shapkamda o'tirsam bo'ladimi desam, "Pulni oldirdingmi?" deganda. "Ha", desam, deganda o'sha munosabat o'zgarganini his qilganman men. Endi yomon bo'lib qolmagan, yo baqirib chaqirmagan. G'alati ichida nimadir o'tganini men his qilganman-da. Shundan keyin menda travma qolganda, hech qachon tug'ilgandan beri hech qachon sochini olmayman deb bunaqa qilaman, harakat qilaman, lekin endi bu yerda jamiyat, ota-ona oldir deyishaveradi endi. Xullas shunaqa. Ikkinchi yana unaqa qizim hozir bog'chaga borgisi kelmayapti. Bizda katta endi problema. Bog'cha ham eng bolani zambirovit qiladigan eng katta maskan. To'g'ri, bizda sistema shunaqa, lekin bog'chaga borgan bola bilan bog'chaga bormagan bolaning juda katta farqi bor. Bog'chaga bormagan bola hayotda erkinroq bo'ladi, samostoятельныйroq bo'ladi. Balki samoстоятельный, ya'ni mustaqil bo'lmas, bog'chadagi bolalar shusturroq bo'lar, muloqotda yaxshiroq bo'lar, lekin домашний bola nima bo'ladi? Qo'rquvlari kamroq bo'ladi. Masalan, bog'chada ishlaydigan mana oramizda balki odamlar bordir. Bilasizlarmi, bog'chadachi hatto komissiyani kelishi ham bolalarning ruhiyatiga ta'sir qiladi. Jim o'tirlaring, qimillamalaring, chiroyli tizlaring, chizmasdan o'tirlaring deb shunaqa bolalarni tayyorlaymiz. Tasavvur qiling, men ishlaganman-da, shuning uchun aytib beryapman. Bolaga juda mana, voy, ezib tashladi tardim tarbiyachilarga. Bunchalik yondashmang, bolalar nafas ham olmayapti. Shu komissiya o'lgirdi deb ba'zida jahlim chiqib ketardi-da. Yoki o'g'lim maktabda o'qiydi, bundaqa deydi. Oyi, juda ham bizga katta komissiya kelar ekan. Babichkalar taqib borishimiz kerak ekan dedi-da. Voy, babichka nima qilar ekan shu komissiya deyapman-da. Shunga o'xshab bog'cha eng katta bolani dressirovka qiladi-da, ya'ni hayvon o'rgatadi deganlar bor-ku. Undoq qilsa, xuddi o'shanda bolani eng zombi qiladigan bitta maskan. Bor shunaqa bog'chalar, erkin, tarbiyachiga bog'liq, u 100%. Afsuski 60-70% bog'chalar shunaqa qattiqroq-da. Chunki men bolalarimdan bilaman, tualetga borsam maylimi deydi menga. Va shuni ham so'raysanmi mendan deyman. Va bemalol bor, so'rurma deyman. Ular ongsiz ravishda so'raydi. Yana 1-2 soatdan keyin esdan chiqadi, yana so'raydi. So'rama, iltimos, yuringlar ezilib ketyapsan har so'raganingda, o'zimizni uy-ku deyman. Ko'rdinglarmi, bolalar qanchalik miyasi qaysi tomonda zaharlanib bo'ldi-da, o'sha o'rgatilib bo'ldi. Bog'chaga men borishga qarshi bo'laman hozir qizimni. Keyin onam aytibdi. Ertaga boshingga chiqib oladi. Ertaga buni boshqara olmaysan. Nega men boshqarishim kerak buni? Nimaga odamlarni boshqarish kerak? Nega ular kallasi yo'qmi? O'zlarini o'zi boshqara olmaydimi? Ertaga seni gapingga kirmaydi. Nega meni gapimga kirish kerak? Gapiga kirmaslik degan narsa bu buni kallasi yo'q, faqat men boshqaraman degani. Mana shunaqa sistema sababli bizda ajrashishlar ko'p. Chunki ota-ona tanlagan yoki qiz tanlagan. O'zini fikri yo'qligidan ajrashish, xiyonat, oilasini buzilib ketishi, farzandlar tarbiyasida qanaqa yondashishni bilmaydigan standartda o'zi ham yo'q bizga. Biz qanaqa farzandni tarbiyalaymiz? Onamiz bizni qanaqa tarbiyalagan bo'lsa, shunaqa tarbiyalaymiz. Nimaga bizda yo'q onalar maktabi? Nimaga bizda turmushga chiqish degan darslar yo'q? Nega bizani qizlar qul bo'lib qolyapti? Nimaga biza tinmasdan qudalarga sarpo qilib ham, stenka, spalniy qilib ham yana 150 ta gap, qizimizni orqasidan 150 ta gaplarni eshitib qolyapmiz. Chunki hamma sabab biza farzandimizga beradigan pulni lучше uni sarpasiga ajratyapmiz. Bizning eng katta tomonimiz, minus tomonimiz biza farzand uchun kerakli paytdagi investitsiya pulni
lучше uni baxmal ko'rpalariga, uni suruplariga, yana allambalo narsalarga sarflashni biz afzal ko'ramiz hayotda. Va mana shu uchun qizlarimiz baxtsiz, nima xohlashini bilmaydi. To'ygacha hamma narsa olib berasiz, bitta shans beradi. U hech qachon sovg'a ko'rmagan bu qizlarimiz, bu o'g'illarimiz hech qachon bunaqa erkinlikni ko'rmagan. Shu sarpalarga aldanib, voy erga tiyibman deb xursand bo'lib tiyadi. Afsuski, shuncha sarpa, shuncha mablag', shuncha insonlarni xursand qilib to'y o'tkazasiz, lekin qizingiz yoki o'g'lingiz baxtsiz bo'lib qoladi. Chunki u bilmaydi. Qiz qanaqa, o'g'il bola qanaqa. Даже bizda shunda ham shartliliklar ko'p. To'g'ri, bizning islom madaniyatimiz bunga yo'l ham qo'ymaydi mana. Yigit bilan uchrashishlar, qizlarni tanishlar, mayli. Lekin baribir meni fikrim shunaqaki, inson odamlarni emas, o'zini bilsin. O'zini qanaqa xursand qilishni bilsin. O'ziga qanaqa parvarish qilishni bilsin qizlar. O'zini qanaqa xursand qilishi, kayfiyatini o'zgartirishni bilsin. O'ziga motivatsiya beradigan so'zlarni bilsin. O'zini mashg'uloti bo'lsin. O'zi qaysi davrada o'zini yaxshi his qilishini bilsin. Shularni bilmasa, ketaveradi. Hamma daromadimiz, topgan pulimiz yo farzandlarimiz sarpasiga, yo ularni davolatishga, yo aptekaga ketaveradi. Lekin bizning asosiy pulimiz farzandimizning qiziqishlariga ketish kerak. Masalan, meni 2-sinf o'g'limni bir 8 tacha yoki 10 tacha to'garakka berib bo'lganman. Lekin biz hali topmadik. Topish arafasidamiz. Hammasiga 2-3 oy boradi. Hammasiga boradi. Shaxmatga ham bordik, rasmchilikka bordik, rus tiliga bordik, ingliz tiliga bordik, gruzinskiy raqsga ham bordik, hip-hopga bordik, karatega bordik. Kimlarga javob beraman? Nima uchun? Qiziqishini topsin, erta uyg'onsin, erta o'zligini anglasin deyman. Shu uchun sizlar bugundan boshlab farzandinglarni kayfiyati bilan ishlanglar. Farzandingizga ochiq va yopiq savollar bo'ladi-da, masalan, maktab bog'chadan kelsa. Yaxshi keldingmi? Bu yopiq savol. Ha yoki yo'q deydi. Ochiq savol: bugun kayfiyating qanaqa? Yaxshi. Bugun men bunaqa fan bo'ldi-da, o'qituvchimiz bizga 2 qo'ydi-da yoki bir narsa bo'ldi-da, aytib beradi sizga. Yana ochiq savollarga: bugun qanaqa senda yengilliklar bo'ldi? Mana bu ham ochiq savollar. Bugun kimlar bilan do'stlashding? Bugun o'zingga nima qiziq narsa topding? Qanaqa fanlardan yangilik topding o'zingga? Mana bu ochiq savol. Qorning to'qmi? Bugun ovqat berishdimi bog'chada? Bog'cha pen urmadimi? Bu hammasi yopiq savollarga kiradi. Bola, yo'q, bilmadim. Shunaqa bo'lsa kerak deb javob beradigan savollarga kiradi. Shu uchun farzandingizni doim kayfiyatini ustida ishlang. Xo'p. 2 xil savol berasiz bolangizga. Kayfiyating qanaqa? Shu yerda o'zingni qanaqa his qilding? Bugundan boshlab boshlaysizlar. Buvingnikida o'zingni qanaqa his qilyapsan? Qo'shnimizga chiqqanda o'zingni qanaqa his qilyapsan? Bolalar chunki biladi-da, shuning uchun aytayapman. Bola, masalan, men qizimga aytayapman, nimaga bog'cha senga yoqmayapti desam, bilmayman deyapti. O'zingni qanaqa his qilyapsan o'ttasam? Yomon deydi. Nimaga desam, bilmayman, anaqa yolg'izman deyapti. Yolg'iz deb o'zim qo'yaver, moslashing uchun ozgina vaqt kerak desam, yo'q dedi. Bugun sirk bo'lar ekan. Sirkka bora qo'y. Yo'q, sirk kerak emas menga. Deyapti, mayli. Agar bog'chaga borish xohlamasa, kelish kerak. Endi men o'ylab ko'rmoqchiman xususiy bog'chalarni. Xususiy bog'chani ham ko'rsa, u yerda o'zini qanaqa his qiladi. Agar bolangizga bog'cha yoqmasa, boshqa gruppani gaplashing. Bizda endi juda qiyin shatta bog'chadan olib olish. Boshqa gruppani hal qiling. Boshqa gruppa ham yoqmayaptimi? Boshqa bog'chani hal qiling. Doim bola uchun murabbiyni tanlang. Murabbiy добрый, yuragi keng. Farzandingizga главный mos tushishi kerak-da. Qalbiga mos tushishi kerak. Tarbiyachi ayniqsa yoki o'qituvchi. Shu uchun ba'zi lekin bolalar qattiqqo'l tarbiyachini yaxshi ko'radi.
chunki ularni ruh shunga xohlaydi. To'g'ri-ku, masalan, kimgadir masalan sizga yumshoq qaynana yoqsa, sizga qattiq qo'l degani qanaqa? Uni punktualniy, mana shu ishlarni qil deydigan bir so'zli, bilmadim. Bo'sh qaynanani kimdir yoqtirmaydi, to'g'rimi? Kimgadir dava, shu ustri qaynanalar yoqadi. O'shaning uchun aytmoqchimanki, hamma o'ziga kerakli nastavnik, o'qituvchini topadi. Bizga eng katta o'qituvchi bu ota-ona, keyin qaynana va er nastavnik bo'lar ekan, bizning eng katta o'qituvchimiz bo'lar. Biz unaqa narsadek qaramaymiz. Yo'q, bular meni jazolashga kelgan, meni umrimni zaharlashga kelgan degandek nazarda bor. Lekin eng bizani o'stiradigan narsa bu bizga eng ko'p yomonligi tekkan odamlar ekan. Eng bizga zarari tekkan odamlar bizani hayotda yaxshi o'stirar ekan. Inson zoti o'zi shunaqa ekanki, mana bizda nechta hujayra bor, nechta million milliard hujayra bor organizmimizda. Bizani yer planetasi ham xuddi insonning organizmiga o'xshar ekan. Va bizga yoqmaydigan organlar bo'ladi-ku, masalan, keraksiz organlar, masalan, ko'richimi, nima, ichaklarimiz, yoki yo'g'on ichaklarimiz keraksiz deb o'ylaymiz, yoki burnimiz, mana shu tuklarimiz nimaga kerak deganda, yoki soch nimaga o'sadi, tirnoq tinimsiz o'sadi, masalan, keraksiz, balki boshqa organlaringizni ham tasavvur qiling, shu tim keraksiz deb, mana shu hol nimaga kerak menga degan agar sizda fikr bo'lsa, xuddi hayotda ham shu o'g'irlarni Xudo nimaga yaratgan? Shu anaqalar kerak emas deb bizga yomon odamlar devatgan bo'lasizda. Siz kimsiz? Xudomisiz? Siz nima yaxshi, nima yomonligini biluvchi, hamma narsani ko'radigan insonmisiz? Xudo plussi ham, minusi ham bekorga yaratmaydi. Va bizlarni yaxshi, yomon odamlarga ajratishimiz biz o'zimizni Xudo qilayotgan holat bo'lar ekan. Men hamma narsani bilaman. Bu bo'ladi, bu bo'lmaydigan odamlar. Bu yaxshi odamlar, bu yomon odamlar. Hech qachon bizani yaxshi yomonga ajratishga haqqimiz yo'q. Hamma organda o'zining vazifasi bor. Shayton insonlarni boshqarishi hech uddasidan chiqa olmagandan keyin nafsi beradi insonga. Shu nafsi bergandan keyin nafs orqali insonlarni bir yaxshiroq boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan. Yomonlarni ko'paytirganda nimaga yomonlar ko'payib ketdi? Shayton anaqasiga uchrab. Yaxshilarni qadrlashimiz uchun. Yaxshilarni anglab yetishimiz uchun. Har xil bolalarni ko'rasiz, har xil farzandlarni ko'rasiz. Biri tarbiyali, biri tarbiyasiz, biri sho'x, biri va shu o'g'ri bolalarni ko'ramiz, detdomdagi bolalarni ko'ramiz, isqirt bolalarni ko'ramiz va hokazo. Bolalar ko'p, har xil bolalar bor. Va shular bizani shukur holatiga olib kelish uchun berilgan ekanda. Mana onkologiyada nechta bola yotibdi. Siz soppa-sop bolangizni qadriga yetmay o'tiribsiz. Masalan, shunaqa holatdasiz. Yoki nechta bola qon kasalliklari bilan og'riyapti. Nechta bola sil kasalliklari bilan og'riyapti. Lekin sizni bolangizni bor narsasini siz ko'ra olmayapsiz degan. Yaxshi ham, yomonlar bor, yaxshilarni qadrini bilishimiz uchun. Endi savolga kelsak. Qaysarlik bo'yicha ishlaydi, masalan, qaysarlik. Demak, sizda o'zi qaysarlik bor, xo'p. Yoshligingizni eslab ko'ring-da. Shu qaysarlik naqasi bu himoyada, qaysarlik bu himoyada, 100% himoya. Bolalardagi qaysarlik ham himoya. Masalan, qaysarlik qilib bola nima qiladi? Oyi, chupa-chups olib bering dedi. Ha, hozir olib beraman dedi. Oyi, chupa-chups olib berasizmi? Ha, olib beraman dedi. Olib bermaydi. Ertasiga oyi, chupa-chups olib berasizmi dedi. Olib beraman. Kecha ham olib bermovdingiz. Olib beraman. Yana olib bermaydi. Va 3-kuni bola qaysarlik qiladi. Yo'q, o'ldirsangiz ham bormayman. So'yib yuborsangiz ham bormayman. Baba olib bermaysiz. Mana shu yerda qaysarlik inson anglab yetadi-da, buni ataylab qilmaydi, lekin shu qaysarlik qilgan biror bir narsaga erishasan. Cheres qaysarlik orqali. Agar hozir qaysarlik qilmasang, olib berishmaydi. Yana esingdan chupa-chups olib berishmagandi, deydi-da ichingizdagi odam. Sizni anaqa qiladi. Qaysar bo'l, davay. Qaysar bo'lsang olib berishadi. Bilasan-a, yoshligingda travma oluvding.
o'shanga qaysar bo'lsang, keyin o'sha narsaga erishasan degan narsa yozilib qolgan. Uni tozalashingiz kerak. Qanaqa qilib tozalaysiz? Tozalaysiz. Masalan, aytasiz o'zingizga. Yo'q, men anglab yetdim mana bugungi darsda. Qaysarliksiz ham shu narsani oldira olaman. Tabiiy holatda ham shu narsani qildira olaman. Ding, farzandingiz 100% o'zgaradi. Uju farzandlaringizga o'tdi degani bu anglab yetmayapsiz degani. Farzandlaringizda sizning muammolaringiz o'tyaptimi? Sizning muammolaringiz farzandlaringizda ham rivojlanyaptimi? Siz to'xtatmayapsiz biror bir vaziyatni degani. Ona shunaqa narsa ekanki, o'zi ko'rmaganni bolasiga ko'rdirishga harakat qilar ekan, o'zi yemaganda yedirishga harakat qilar ekan, o'zi azoblanganda 2 barobar azobini chiqarib olishga harakat qilar ekan. Endi hamma onalar emas, ko'proq onalarda oshirib yuborar ekan. 2 karra bo'lib avloddan avlodga o'tib ketaverar ekan. Shu uchun hurmatli onalar, hozir muammoyimizni hal qilaylik, farzandlarimizda takrorlanmasligi uchun. Demak, qaysarlik bilan tushundik. Siz bolalaringizni biror bir xohishini tezroq amalga oshiringki, ular voy, shundoq ham olib beryapti-yu, nima qilaman, qaysarlik qilib degan мнение, tushunchaga kelsin. Masalan, men doim va'dam ustida turaman deb bolalarimni. Anaqa ko'zim yetmasa bermayman. Yo'q, men qo'limdan kelmaydi bunaqa narsa olib berish yoki bu joyga olib bora olmayman bu yakshanba deb va'dani sraz aytaman-da. Ko'zim yetgan darajada va'da beraman. Siz kerak o'sha maqsadingiz o'tib olguncha, o'sha eshigingiz loydan o'tib olguncha beravergansizda, ular bezib ketganda bo'ldi. Oyim baribir olib bermaydi. Hozir qaysarlik qilsa, keyin olib berish mumkin degan tushunchaga qattiq kelib olishgan. Sekin-sekin yechaverasiz. Shundoq ham olib bering, shundoq ham sovg'alar bering, shundoq ham achomlang, shundoq ham quchoqlangki, qaysarlik qilish umuman shart emas ekan. Shundoq ham beryapti-ku oyim. Shundoq ham achomlayapti-ku, shundoq ham olib beryapti-yu, iltimosiga ham qilib beryapti-ku degan tushunchaga olib keling farzandlaringiz. Endi keyingi savol. Bolani maktabda, qiz bolani maktabda do'stlari bo'lmasligi, o'rtoqlar bilan chiqisha olmaslik, bu ham onaga borib taqaladigan muammo. Endi buni sabablari ko'p bo'lishi mumkin, o'zingizga kerakini tanlab oling. Agar o'g'il bolada bo'lsa, bu onani ruhlantirishi yetmayotganini bildiradi. Agar qiz bolada yetmayotgan bo'lsa, otani qo'llab-quvvatlashi yetmayotgan bo'ladi. Ota bilan qizni munosabati yaxshi emasligini bildiradi. Agar qizingizni maktabda do'stlari bo'lmasa, muvaffaqiyati uncha yaxshi bo'lmasa, o'zini balki yaxshi ko'rsata olmasa, otaga borib taqaladi. Ota bu bizani samatsenkamiz, o'z-o'zimizga ishonchimiz. Insonni daraxt deb bilsak, uni shoxlari uni onasi ekanda, ildizi uni o'zi otasi. Ildizi yo'q, masalan, otasi o'lgan yoki otasi tashlab ketganlarda o'sha daraxt o'sib, unib ketishi juda qiyin bo'lar ekan. Chunki ildiz yo'qmi, daraxt quriydi o'sha. Lekin ona bo'lmasa, mana daraxt kesib tashlasak, ildiz bor, ota bor. Yana chiqaverar ekan, o'sib ketaverar ekan. Shuning uchun hayotdagi pul, mavqe, o'ziga ishonch faqat otaga borib taqaladi. Shu uchun o'zinglarni anaqalarda qarab ko'ringlar. Albatta bu 100% emas, 90% to'g'ri chiqadi. Sizni savolingizda ota bilan qizingizni muammolari bor. E'tiborsiz qizingiz bilan bir-biri bilan umuman chiqisha olmaydi. Agar qiz bola bir-biri bilan ko'p urushsa, onani o'zini onasi bilan ichki urushi bor. Ichkidan onam namcha hayotimga aralashaveradi. Onam tinch o'tirmaydi degan o'y fikr xayollar ham urushishga kiradi. Yoki opa-singillaringiz bilan ham inoqmassiz, shuni bildiradi. Bola sizga doim sizni atrofdagilar bilan munosabatingizni ko'rsataveradigan oyna hisoblanadi.
ba'zida shunaqa menda shunaqa bo'lganda voqea. Masalan, bolalarim buvisi bilan, ya'ni buvisini oyisi bilan, ya'ni nima deyiladi? Prababushka bo'ladi-ku. Onamni, katta onasi bilan o'tira olmasdi. Nimaga? Chunki ular tinimsiz ba'zi insonlar bor hayotimizda, vampirda bolaning energiyasini so'raydi. O'zi hammamiz ham vampirmiz. Nimaga? Chunki chaqalonni ko'rib, mamlaqa quchoqlaymiz chaqalonni. Voy, chaqaloq shirin ekan demaymiz. Shundoq qilib ezib, mijg'illab, "Voy, buncha shirinsan" deb yuzlaridan o'pishi o'zi energiya so'rish degan. Bolada Alloh tomonidan shunaqa katta energiya bo'ladi 1 yosh, 2 yoshgacha. Ana shirinlik ketgungacha. Biz tortuvuramiz, azoblayveramiz, uni qanaqa bo'lsa ham energiyasini so'ragimiz keladi. Shuning uchun chaqaloqlarni hamma yaxshi ko'radi. Chunki podsoznательно biladi. Chaqaloq bu energiya manbailigini biladi. Shuning uchun ayollar tuqqisi keladi-ku, energiya olish uchun ham bo'ladi-da. Qaysidir ma'noda-da. 2 oydan keyin o'sha energiya o'sha yetmay ham qoladi-da bolaniki. Bola ko'p kasal bo'lishi, ko'z tegishi, bola tinimsiz больницаlarda bo'layotgan bo'lsa, energiya ustida ishlash kerak. Oilada energiya buzilganligini bildiradi. Bolaga o'sha energiya qolmadi, energiya yetmayapti degani. Tushunarli? Xullas, o'sha buvimning oldiga borganda, voобще gaplashgisi kelmasdi, qochaverardi bolalarim. Kichkina bo'lsa ham. Nimaga bularing bunaqa? Hech quchoqlashib bilmaydi. O'psa ham bunday qilib tashashardi. Shunday qilib tashashardi-da. Keyin chunki buvim tinimsiz ularni tanqid qilardi-da. Voy, nimaga buni sochini bunaqa oldirding? Undaqa naqshlar qilib yoki voy, qo'yniga kalta ekan deb o'sha qilardi. Voy, bu kampirning buncha tanqidlari ko'p desa kerak-da, bola ham endi podsoznательно, endi aniq aytmaydi, lekin qochaveradi. Men bu bilan gaplashsam, men bolalarim ham qilardi. Men bilan gaplashib turdi-da. 1 yosh, 2 yosh bola o'sha mashg'ul. Voy, hozir gaplashib olaysan, ketdi. Agar bolalarda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, energiya bolaga o'sha yerda yetmayotganini bildiradi, havo yo'qligini bildiradi. Yoki bola doim biladi-da, "Oyi, ketuli, bu yerdan foyda yo'q sizga. Sizni ham даже energiyangizni so'rab olishyapti bu yerdagilar" deyotgan bo'ladi. Ayniqsa ko'pchilik qaynonasining uyiga borsa, yoqtirmaydi-ku. "Oyi, ketuli." Yoki "Men bu oyim yoqadi, buvim yoqadi, menisi yoqmaydi" deb narilar ham aytishadi, yoki "Shu yerga bormaylik ham" deb aytishadi. Bola his qiladi, o'sha joyda onasi noqulay bo'layotganini, onasi qiynayotganini his qilar ekan bola. Tushundinglar? Xo'p. Demak, yana bitta savolga javob beraman. Xo'p. Haqiqatan bog'chada komissiya dahshat. Bog'chaga bormagansiz? Qanday baxtli. Siz ham bormagansiz, yaxshi. Ayting. Menga maktabni o'zini anaqasi yetganda. Chegaralar. Xo'p. Endi hozir sizlar bilan bitta meditatsiya qilamiz. O'zingizlarning bolaliginglar bilan ishlaymiz. O'zingizlarning bolaliginglarga borib, bolaliginglardagi har qanaqa muammo bo'lmasa ham, aytinglar, o'zim uchun o'rganganman. Muammo bo'lmasa ham boringlar, o'sha yerda balki muammolar hal qiladigan muammolaringiz ham ko'rinadi. O'sha yerga borib, vaziyatlarni har qanaqa, hamma o'zini vaziyati bilan ishlab, muammolarni hal qilib keladi. Demak, o'zingizga qulay tarzda 1 stakan agar iloji bo'lsa suv ichib oling. 1 stakan suv ichib oling. Meditatsiya yaxshi singadi, butun qalban qilasiz.